Hozir bolalar. Ha tezlash. Nima bo'ldi yana? Bilmadim, havo issiqligiga ham o'z-o'zi burnim qonab ketdi. Ha, qon yo'q. Ha, qo'yaver, yana bahonasini boshlayapti. Voy, o'lib qoldim. 2 soatdan beri chiqmaydi. Choyxonada bolalar ham kutib qoldi. Bolalar yaxshimisizlar? Ha, nima bo'ldi yana? Atmaski qilmagin. Bu safar nima bo'lsa ham borasan biz bilan. Yo'q, bahona emas. Konser tagida uxlab qoldim, bo'ynim qotib qopti. Bu safar o'zingizlar borib kelinglar. Bolalar hozir gapirsam yana bahona deb o'ylaysizlar-da. Ishoninglar, yomon borgim kelyapti. Prosta ilojim yo'q-da. Yomon jonga tegding sana. Qatting og'riyapti, ko'ting og'riyaptimi? Yo'q, hech qatim og'rimayapti. Soppa-sog'man. Do'sti, uyda hech kim yo'q, ukamga qarab turishim kerak-da. Ha, ukangga hech nima qilmaydi. Tez kelamiz. Ya, keta olmayman. Ana kuni ham ukam derazadan tushib ketdi degan. Shuni hal qilsak bo'ldimi? Qara lekin. Tush. Qale, yoqdimi? Ha, zo'r. Xavfsiz panjaradagilar o'rnatib berdi. Ham sifatli, ham chiroyli Toshkent va Chirchiq shaharlari bo'yicha o'rnatib berishar ekan. Shaharda nomer 1 bo'lsa ham narxi juda ham arzon. 1 kvadrat metr bor yo'g'i 200 ming so'm. Eng zo'ri bularda o'lchash va o'rnatib berish bepul ekan. Endi ketarmiz-a? Oy. Ha, tinchlikmi? Kecha tarvuz yuvdim, shu otravleniya qildi shekilli. Hozir kelaman.